Noldan biznes 1 million dollargacha 1 yil davomida. 12-son. Kun desam yolg'onchi bo'lib qolmay, endi son deb yuramiz. Kecha men sizlarga istoriyada aytgan juda tez sotiladigan tovar mana shu edi. O'rizorga borib shu pistoletdan 20 ta olib keldim. Megaplanetga olib borib atrofida aylanib yurib reklama qilib sotdim. Savdoni Megaplanetda boshladik. Boshida sotishga ozgina noqulaylik bo'ldi, keyin o'rganib ketdim. Bu o'nchoqni chiqarib ishlatishni boshlashimni bilaman, atrofimga odam to'lib ketdi. Bu o'nchoq reklamasi o'zi bilan ekan, o'zini o'zi reklama qilar ekan. Yarim soat, 1 soat ichida 10 tasini sotdim. Megaplanetga o'zi ko'p odam kelmas ekan, yangi odamlar kelishini kutdim. Kelishiga kelib o'nchoqni ishlatishni boshlasam, sirazi oldimga kelishib, pistoletni sotib olishdi. Bu o'nchoqni sotishga kelib qolinglar, olib qolinglar demasangiz ham bo'lar ekan. Bu o'zini o'zi klient chaqirar ekan. Maza qilib sotdim. Yaxshi ham shu shampunidan zapaska qilib olgan ekanman. Bolalar qayta kelib quydirib ketishdi. Atrofimdagi savdogarlar kelishib qiziqib, pistoletni qayerdan oldingiz, nech pulga oldingiz deb qiziqib qolishdi. Ularga ham aytdim, xolos. Karvon ko'p, rizqi bo'lay, to'g'rimi? 1 soatdan keyin qolgan 10 tasini ham tugatdim. Bugunlik kunim zo'r o'tdi. Hamma tovarimni sotib tugatdim. O'nchoqni 20 ming so'mdan oldim, batareykasi bilan 25 ming so'mga tushdi. 20 ta o'nchoq bizga 300 ming so'm foyda keltirdi. 100 ming so'm rasxod bo'ldi, 800 ming so'm pulimiz bo'ldi, 1 million so'm bo'ldi. 2 soat ichida 300 ming so'm yog'ilmas. Podpisatsiya bosib qo'yinglar, do'stlar, kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa 1 million dollarga albatta chiqamiz.